Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohga hamdlar bo'lsin. Biz unga hamd aytamiz va undan yordam so'raymiz. Qadrli tomoshabinlar, yangi payg'ambarimiz namozlari ko'rsatuviga xush kelibsiz. Oxirgi ko'rsatuv o'rta tashahhudda to'xtagan edi va biz at-tahiyotini to'g'ri o'qilishini eshitgan edik. Endi esa shu ko'rsatuv mobaynida biz ko'rsatkich barmoqni tashahhud paytida qimirlatish yoki ko'rsatishni o'rganamiz. Xoh o'rta tashahhudda bo'lsin, xoh oxirgi tashahhudda bo'lsin. Yana biz o'rta tashahhuddagi o'tirish bilan oxirgi tashahhuddagi o'tirish orasidagi farqlarni o'rganamiz. Keyin esa biz tashahhuddan so'ng aytiladigan duo va istig'forlarni o'rganamiz. Qachonki namozxon ikki sajda orasida o'tirar ekan, u ikkala qo'llarini ikkala soni ustiga qo'yadi. Shunday qilib, o'ng kaft o'ng son ustida qo'yilishi kerak va chap kaft chap son ustiga qo'yilishi kerak. Ba'zan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam barmoqlarini tizzalarini ushlash uchun cho'zardilar. Unday qilish ham ruxsat. Agar tashahhud paytida bo'lsangizchi, sahobalar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qanday ko'rsatkich barmoqlarini qimirlatganlar haqida bir qancha hadislar aytganlar. Vail bin Hujur, Alloh u zotdan rozi bo'lsin, aytgan bir hadislarida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam barmoqlarini tashahhud paytida duo qilayotganlarida qimirlatganlariga guvoh bo'lgan ekanlar. Tashahhud bu duo demakdir. Shundan so'ng ulamolar shuni tushunishgan edilarki, namozxon tashahhud paytida barmoqlarini qimirlatishi kerak. Va yana boshqa bir hadisda aytilishicha, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam barmoqlari bilan 53 raqami qilar edilar va bu o'rta barmoq bilan bashmaldoqni ushlash bilan va ko'rsatkich barmoqni qiblaga qaratish bilan bo'lar edi. Keyin esa ul zot tashahhudni o'qib bo'lganlariga qadar barmoqlarini ushlab turar edilar. Aytib o'tganimizday, bu faqat namozni bir shakli. Madomiki namozxon namozini arkonini, vojibini va boshqa jihatlarga e'tibor berar ekan, u namoziga putur yetkazmaydi. Shayx 3-rakatga ko'tarilmoqdalar va biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning juda ham muhim bo'lgan sunnatlari qaysiki takbir aytish va takbir bilan birgalikda qo'llarni ko'tarishni o'rgandik. Shunday qilib, shayx Allohu akbarni aytib ko'rsatib beradilar. Allohu akbar. Shu bilan biz 4-holatni qaysiki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam takbir aytayotganlarida qo'llarini ko'targanliklariga sahobalar guvohlik berganlarini ko'rdik. Eng birinchi takbir bu takbirul ihrom. Ikkinchi har bir rakatda rukuga ko'tarilayotganda. Uchinchi har bir rakatda rukudan turayotganingizda. Va 4-chi o'rta tashahhuddan so'ng 3-rakatga turishingizda. Bu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari. Nimaniki 1 va 2-rakatda muhokama qilgan bo'lsak, yaroqlidir. 3-rakatda esa agar u shom namozi bo'lsa yoki 3-chi, 4-chi rakatlar 4 rakatli namoz bo'lsa, namozxon 3-chi, 4-chi rakatlarda Fotiha surasidan so'ra hech qanday sura o'qimaydi. Ammo me'yordagiday ruku qilasiz, me'yordagiday sajda qilasiz va albatta har bir rakatda xushuni amalga oshirasiz. Chunki xushu namozda talab qilingan narsadir. Ayrim ulamolarning ittifoqlariga ko'ra xushu namozni bir sifatidir.
Hozir esa o'rta tashahhuddagi o'tirish bilan oxirgi tashahhuddagi o'tirishni taqqoslash muhim deb bilaman. O'rta tashahhud har qanday ikki sajda orasidagi o'tirishga o'xshaydi. Namozxon chap oyog'ini tagiga qo'yib va o'ng oyog'ini barmoqlari bilan qiblaga qaratib o'tiradi. Arab tilida bu o'tirish al-iftirosh deyiladi. Oxirgi tashahhud paytida yana bir o'tirish bor, qaysiki at-tavoruk deb nomlanadi. O'zgarishga ahamiyat bergan bo'lsangiz, chap boldir va chap oyoq o'ng boldir tagiga qo'yiladi va namozxon butunlay chap tarafini pastki qismida dam oladi. Bu o'tirish at-tavoruk deb aytiladi va namozxon bu holatda oxirgi tashahhudga o'tiradi. Bu ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning namoz o'qiyotgandagi odatlari edi. Va albatta kishi at-tashahhud yoki at-tahiyotini o'qir ekan, barmoqlari qiblani ko'rsatib turadi. Va albatta oxirgi tashahhudda siz butun kursni boshidan oxirgacha o'qiysiz. Bular at-tashahhud va as-salatul ibrohima. Bularni tugatganingizdan so'ng avval o'rganganimizday payg'ambar sallallohu alayhi vasallam odatiy bir qancha chiroyli duolarni o'qir edilar. 4 narsadan Allohdan panoh so'rar edilar. Jahannam olovidan, qabr azobidan, hayot va o'lim sinovlaridan va yolg'onchi Masih Dajjolni sinovidan. Shunday qilib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oxirgi tashahhuddan so'ng va taslim qilmasdan oldin o'qigan duolarini eshitamiz. Allohumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tarafidan aytilgan yana boshqa duolarni o'qishingiz ham mumkin. Allohumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. Agar xohlasangiz har qanday duoni qo'shishingiz mumkin va albatta davom ettirishni xohlasangiz. Duolarni tamomlaganingizdan so'ng siz namozni tugatishga tayyorsiz. Biz o'rganganimizday namoz at-takbir bilan boshlanadi, at-taslim bilan tugaydi. Bu ham shartdir. Shunday qilib siz taslimni o'ng tomonga qilasiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'ng tarafga taslim qilayotganlarda o'ng jag'larini oqligini ko'rishgan ekanlar va chap jag'larini oqligini qaysiki chap tomonga taslim qilayotganlarda ko'rishgan ekan. Shayxni taslim qilayotganlarini ko'ramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Siz o'ng tarafga taslim qilayotganingizda, ya'ni salom berayotganingizda assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh desangiz ham bo'ladi. Chap tarafga taslim qilayotganingizda assalomu alaykum va rahmatulloh deyishingiz mumkin. Esingizda bo'lsa, biz har bir hadisni muhokama qilganmiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, qachonki Allohning bandasi namozini tugatsa, namozdan so'ng Allohni zikr qilib o'tirar ekan, farishtalar unga duo va istig'for aytishadi. Ya Alloh, uni gunohlarini kechir. Ya Alloh, unga rahim qil. Shunday ekan, bunday imkoniyatni hech qachon qo'ldan boy bermang. Bir qancha qilinadigan duolar bor, qaysiki ixtiyoriy, Xitamus Solah deb ataladi. Siz Allohdan gunohlarni kechirishni so'rash bilan boshlaysiz. Astagfirulloh, astagfirulloh, astagfirulloh. Allahumma antas salam va minkas salam. تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
Va yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizlarni azkorlar orasida namozdan keyin 33 marta subhanalloh va 33 marta alhamdulillah va yana 33 marta Allohu akbar deyishga o'rgatdilar. Oxirida bir marta la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh bilan tugatasiz. Faraz qiling, har safar subhanalloh desangiz bitta hasanat. Va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir hadisda aytdilarki, har safar subhanalloh deganingizda 10 ta yaxshi amal yoziladi. Alhamdulillah deganingizda yana 10 ta. 10 tani 100 ga ko'paytirsak 1000 ta bo'ladi. Bu namozni tugatgandan keyin azkorni aytish bilan olinadigan mukofot. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oyatal kursini ham o'qir edilar va qul huvallohu ahadni, qul a'uzu bi robbil falaqni va qul a'uzu bi robbin nasni ham o'qir edilar. Endi esa shayxni shu suralarni o'qishlarini eshitamiz. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Shularning barchasi hitamus solah deb ataladi yoki namozni muhri deb. Qadrli birodarlar va opa-singillar, dar haqiqat ko'p kishilar so'rashadi. Ayollar bilan erkaklar namozlari o'rtasida farq bormi deb. Aniqrog'i yo'q. Erkaklar namozidan ayollar namozi boshqacharoq degan birorta sahih ishora yo'q. Shuning uchun biz nimaniki ko'rsatgan bo'lsak, ayollarga ham to'g'ri keladi. Qadrli tomoshabinlar, biz qo'ldan kelgancha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning namozlari ta'riflangan hadislarni to'plashga harakat qildik va kelasi bir qancha ko'rsatuvlarda biz oddiy xato va harakatlarni o'rganamiz. Qaysiki namozxonga xushu va sabrni namozlarda rivojlantirishga imkoniyat beradi. Shunday qilib, biz bilan birga qoling. Alloh sizlardan rozi bo'lsin va sizlarni Allohning panohida qoldiraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.